yaratadi degan so'zga men ko'proq urg'u bermayman, chunki yaratuvchi bu Allohning o'zi. Bizlar ishlab chiquvchi hisoblanamiz. Qo'polroq tushuntirganda ustozga uncha yalchimadim. Hozir ismi bilan keltirsam, qanaydir qoralaganday bo'lib qolmasin. 6 sotiqlik uy, 4 xona uy tushishi kerak, buyog'i sani uzil, itak dali sizga ayon. Shu noldan shu proyekt qancha pul ketadi? Bizda jamoamiz keng, ya'ni bitta komandamiz misol arxitektura bilan shug'ullansa, bittasi misol dastur yaratish bilan shug'ullanadi. Hozir bolalar shunday sun'iy intellektlar yaratyaptiki, biz qo'rqmasdan ayta olamizki, o'sha siz aytgandek kilolab turib, miqda donalab turib ham hisoblashga sun'iy intellekt yordam beradi bizga. Qanaqadir viloyatlardan ozgincha orqadamiz, lekin qaysidir tarafdan biz bir qadam oldindamiz deganman. Surxondaryo podarkamiz Sababini qisqa qilib aytaman. Ha, zo'r bo'ladi. Sababi bizning jamoani bilmaydi. Ya'ni dizayner Toshkentdan keldi. Xullas ular mashinada kelmar ekan. Ular samolyotda kelar ekan. Samolyotda keldi. Kel samolyot rasxodlari dizaynerga to'landi. 10-15 ming dollardan ko'proqqa ham loyiha qilinadi. Ko'chada limuzin siznikimi? Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor hammamizga xayrli kech tilagan holatda Voha podkastiga bugun start berdik. Bugungi studiyamiz mehmoni Surxondaryoda ajoyib loyihalar bilan tanilib kelayotgan uy deymizmi, to'yxona deymizmi, xullas kalom interyer, eksteriyer degan so'zlar bor-da, o'shani ko'pchilik tushunmaydi. Shu sohani egasi bugun Bo'murod bugun studiyamizda mehmon. Assalomu alaykum Bo'murod. Assalomu alaykum. Siz bilan oldindan tanishmiz, lekin podkast hali siz bilan ishlamagandik. Yaqin kunlarda ishlaymiz degan bir taklif berganimga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Studiyamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun jamoamiz bilan birgalikda vobshe savollar zo'rini beramiz. Eng nima desa bo'ladi? Mana bu yerda turgan savol-javoblar bor. Mana bu yerda turgan savol-javoblar bor. Eng muhimi ijtimoiy tarmoqlar orqali obunachilarimiz bergan savollari bor va komandamizdan sizga bundaqa noqulaylik yaratadigan savollarimiz ham bor do'stim. Chaqirganingiz uchun avvalo rahmat. Xudo xolasa shoshirib qo'ymaydigan savollar berasiz degan umiddaman. Albatta. Endi ko'pchilik tushunmaydi desak ham bo'ladi. Ko'pchilik haqida gapirishga haqqim yo'q. Bir necha kishi kommentariyada o'zi podkast nima degan savolni berishgan ekan. Do'stlar, podkast bu suhbat. Surxondaryoda podkastni birinchilardan bo'lib Voha komandasi yo'lga qo'ydi. Sizdan oldin ham bo'lgan ishtirokchilarimiz ajoyib hayotida bo'lgan voqealar bilan podkastimizni yana ham boyitdi. Xullas kalom biz sizdan boshladik. Bismillah. Bo'murod, ko'pchilik tanishlarimizdan, obunachilarimizdan berilayotgan savolning biri, sizni Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali Murad Archives deb yozilgan so'z bor ekan. O'zi bu nima deb savol berishibdi. Ya'ni taxallusmi yoki kompaniyaning nomimi bu? Bu aslida o'zimning ismim, keyin Archives atamasi to'lig'i arxitektor, vizualizator degan. Ya'ni bir joyda o'zida ham arxitekturani, ham 3D vizualizatsiyani o'z ichiga oladigan atama hisoblanadi. Tushunarli. Mana ko'pchilikka Bo'murodda asl berilayotgan ma'lumoti to'liq bo'ldi, bo'lmadi bilmadim, lekin savol o'rinli bo'ldi. Masalan, men ham Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali bir ikkita dizaynerlar kuzataman, ularda ham archivist deb yozilgan bo'ladi. Menda ham arxitektorni masalan bir xillar uni arxitektor deb o'ylamaydi, ya'ni arxiv degan oldin bir narsa bo'lardi, ya'ni ma'lumotlar qandaydir saqlanadigan baza bo'lardi. Men arxiv deb o'qiganman, noto'g'ri o'qib qo'ygan. Tak to'liq ma'nosini hozir tushuntirib berdingiz, menimcha obunachilarimizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bo'murod, menga qiziq, qanchadan beri bu soha bilan shug'ullanib kelasiz? Xo'p. Aynan ishlab keladigan vaqtimni aytaymi yoki umuman shu sohaga kirib kelishim? Bu sohaga kirib kelishingiz. Bu sohaga kirib kelishim 2019-2018-yillar orasida boshlangan. O'sha vaqtlar shu sohaga qiziqib boshlab sekin kirib kelganmiz. Avvalo birinchi o'rinda arxitekturaga qiziqardim. Qurilishlarga, baland binolarni loyihalashtirish, uni qurilish jarayonlari qanday ketadi, uni keyin sekin raqamlashtirish, shu narsalarga qiziqish bor edi. Undan keyin poytaxtga bordim. Poytaxtga borgandan keyin anaroq student bo'ldim. O'qishga kirdim, poytaxtga bordim. Borganimdan keyin yaxshi ustoz qidirdim. Boshida uncha nima deydi? Qo'polroq tushuntirganda ustozga uncha yalchimadim. Ya'ni o'quv markazlarida bordim, bunisiga bordim, narigisiga bordim. Hozir ismi bilan keltirsam qanaydir qoralaganday bo'lib qolmasin. Shunday. Bordim, bir oy o'qidim, 1,5 oy o'qidim, qanaydir dars o'tishlari yoki misol beradigan bilimlari zo'r, balki men xohlagan talabni qondira olmas. Ya'ni o'sha
men xohlagan protsentni ola olmadim. Keyin yo'q, xudoga shukr, yaxshi ustozlarga yo'liqtirdi Xudo. O'qidik. Yaxshi insonlar ham bordi hayotda. Ha, o'qidik, keyin shu ustozlardan tahsil oldik. Ustozlarimdan o'zim juda hurmat qiladigan Umid aka Yashinov degan inson bor. U kishi ham arxitektor, dizayner. Ancha tajribali inson. O'sha kishidan tahsil oldim. Undan keyin yana mustahkamlash uchun ichiga kirganingizdan keyin soha kengligini bilar ekansiz-da, yana. Albatta. Biz tashqaridan qaraganda kichik narsadek ko'rinadi, lekin har bitta sohani ichiga kirsangiz, уже qo'shimcha yo'llar ochilib ketaverar ekan. Birinchi kirdim, planirovka qilish, loyihalash haqida tushuncha olib, arxitekturaning asosiy qonunlari haqida o'rgandim. Undan keyin qarasam, dizayn qismi bor ekan. Undan keyin vizualizatsiya qismi bor ekan. Har bitta misol uchun mebellar joylashuvi, boshqa shunga o'xshash ishlarda ergonomika degan joylari bor ekan. Bu kasb o'ziga taalluqli narsalar. Sekin-sekin kiravergandan keyin ustozim o'qitdilar, o'rgatdilar. Undan keyin yana boshqa ustozga bordim. Yana ancha ustoz almashtirgan ekansiz, bu soha bo'yicha. Ha, anchagina o'qidim. Keyin o'qish jarayonida parallel ravishda ishladim. Hammada ham misol uchun bunaqa vaziyat bo'lmaydi, chunki yangi o'qiydigan shogirdga hamma ham ishonib ish topshirmaydi. Albatta, opit kamroq bo'ladi-da, opit kam bo'lganligi uchun, shu uchun kamroq ishonch bo'ladi shogirdga. Shunday. Endi yoshligimdan misol uchun kompyuterdan yaxshi foydalanganim uchun o'rganishim ham tezroq bo'ldi menda. Shuni hisobiga o'qish jarayonida уже ishlab ketdim. Qisqa qilib aytganda 2019-yildan mana hozirgi kungacha 6 yil davomida ushbu sohada siz o'z faoliyatingizni olib borib kelyapsiz. Komanda bormi? Komanda yo'qmi? Masalan, mana shu ochgan hozirgi biznesingizda, masalan, menimcha bir kishi bu biznesni eplay olmaydi. Shunday. Komandangizni necha kishi tashkil qiladi? Komandam bor. 3 ta komanda bor. 3 ta komanda. Ha, 3 ta komanda bor. 3 ta komandani o'zini bajaradigan vazifalari bor. Xo'p, asosan misol uchun arxitektura, dizaynga oid ishlarni 12 kishilik komandam olib boradi. 12 kishi. Ha, orasida oliy ma'lumotlisi ham bor bir qancha, o'zim tayyorlagan shogirdlarim bor bir qancha. Orasida misol uchun bilimini boshqa joyda olgan, lekin yetarli bilimga ega bo'lgan kadrlar ham bor. Yaqinda yana bitta nima keldi komandamizga, qiz bola keldi. Xitoyda o'qigan ekan. Xitoyda arxitektura bo'yicha o'qigan. Mo'jiz. Hozir stajirovkasini olib boryapti. Sinov muddatida hozircha yaxshi. Agarda misol uchun o'rganib tortib ketsa, 12 kishilik komandaga kirib ketsa, уже ya'ni aytmoqchimanki, chet el ko'rgan arxitektorlardan. Ya'ni opiti международный deydi rus tilida, xalqaro opitga ega bo'lgan komanda. Keling, oydinlik kirgizamiz. Komandangiz necha kishi? Necha kishidan tashkil topgan? Obshi 3 ta bo'limda obshi hammasi nechta odam bo'ladi? Xo'p, men bir vaqtda o'zida bilasiz, xabaringiz bor. Misol, faqat arxitektura, dizayn bo'yicha emas, shu dasturiy ta'minot bo'yicha, ya'ni mobil ilovalar yaratish yoki shunga o'xshagan startaplar bilan ham shug'ullanib turaman. Aynan arxitektura bilan shug'ullanadigan komandam shu 12 kishidan iborat. 12 kishi. Ha, 12 kishi. Qolganlari уже shu hali aytganday dasturlar bilan shug'ullanadi. Programmistlar. Menga qiziq, masalan, har bir yigit, o'zbek o'g'loni uy qurish, birinchi navbatda uy qurish kerak, undan tashqari uylanish kerak, mashina olish kerak va to'g'ri bir ishni tanlab, bu kelajagini o'z qo'li bilan qurib kelish kerak desak bo'ladi. Yaratadi degan so'zga men ko'proq urg'u bermayman, chunki yaratuvchi bu Allohning o'zi, bizlar ishlab chiquvchi hisoblanamiz. Например, men bir yer sotib oldim, 6 sotixlik yer. Yerni narxiga bir balo qilib ishlab, to'pladimda, qanchadir sotig'ini sotib oldimda, endi men shuni noldan ko'tarmoqchiman. Mana shu proyektni siz shug'ullanasizmi? Naprimер, aytmoqchimanki, shu noldan shu proyekt qancha pul ketadi? 6 sotiqlik uy, 4 xona uy tushish kerak, buyog'i sanuzil, itagdali sizga ayon. Shu noldan 6 sotiq uyni ko'tarish, smeta loyihalar, o'shanaqa narsani siz komandangiz qilib bera oladimi? To'liqroq javob beraman. Savolingizni tushundim. Xo'p, aniqroq aytsam, bitta loyiha o'zi nimalarni ichiga oladi degan. Ya'ni bitta loyihani o'zini ichida planirovka, arxitektura qismi, undan keyin xo'p smetasi bor, undan keyin vizualizatsiyasi bor, interyer, eksteryer bo'yicha barchasi.
siz aytganday misol uchun necha pul ketishi o'sha loyihaga, ya'ni qancha kapital bilan o'sha qurilishni bitkazib ola olaman, keyin qurilish jarayonida qanaqa misol uchun muammolarga duch kelaman, elektrika bo'yicha, santexnika bo'yicha, qurish bo'yicha. Qisqasi, birinchi qo'ygan shu g'ishtingizdan oxirgi shu tomini yopguningizgacha bo'lgan barchasini qila olamiz. Barchasini loyihada kirgizib ketamiz. Hozir arxitektorga gapini bo'laman. Barchasini qila olamiz degan, mana shu 6 sotuqli uyingizga necha kilo mix ketishigacha ham smeta loyihachi hisoblab berar ekan. Xuddi shunday hisoblanadi. Hozir yana temol aytganimdek, bizni jamoamiz keng, ya'ni bitta komandamiz misol arxitektura bilan shug'ullansa, bittasi misol dastur yaratish bilan shug'ullanadi. Hozir bolalar shunday sun'iy intellektlar yaratyaptiki, smetaga yordamchi sun'iy intellektlar ishlab chiqyaptiki. Ya'ni biz qo'rqmasdan ayta olamizki, o'sha siz aytgandek kilolab turib, miqni donalab turib ham hisoblashga sun'iy intellekt yordam beradi bizga. Menga bunday olib qaraydigan bo'lsak, shunaqa arxitektor, dizaynerlar kerak-da, sababi hozir men loyihani loyihalashtirishdan oldin qancha soqqa ketishini bilishim kerak. O'zbekda bir gap borku, ko'rpangga qarab oyoq uzat. Yo bo'lmasa borib sirazi kredit olishga to'g'ri keladi, уже oxirida yetmay qolganda, men o'zim ham rashyot olsam, 30 ming ketadigan, ya'ni 30 ming dollar ketadigan ishni siz bor yo'g'i 20 mingni bitirib qo'yar ekansizda. Bunday olib qarasa, bizning pulimizni ekonom qilib beradigan inson. Xuddi shunday. Loyiha eng avvalo shu mijozni kapitalni keraksiz chiqimlardan asraydi. Ya'ni tikmoqchi bo'lgan pulini keraksiz chiqimlardan asraydi. Eng avvalo. Xo'p, o'zi inson qurilish boshlagan vaqti ishtahasi ochilib ketadi, bilasiz. Qayerdadir ko'radida nimadirlarni o'zgartirish kirgizgisi keladi yoki bugun quradigan narsasidan yana ham yaxshiroq narsaga intilgisi keladi. Albatta. O'sha jarayonlarda o'zi bilmagan holda ko'p rasxod qilib qo'yadi. Ya'ni har qo'polroq aytganda har hafta fikr almashgani uchun ko'proq rasxod qilib qo'yadi, bilmasdan. Rasxod ko'payadi. Bizning vazifamiz nima? Oldindan o'sha narsalarni hisobga olgan holda biz haqiqiy misol uchun bitgandan keyin qancha o'sha byudjeti bilan bitgandan keyin qanaqa ko'rinishda bo'lishi haqida shu vizual ko'rinish yasab beramiz. Yaqinda bir quruvchi bizga murojaat qildi. Ya'ni Deno Design degan bizning kanalimiz bor. Bu siz bilan birgalikda hamkorlikda olib borayotgan kanalimiz. Bir quruvchi savol beryapti. Qurilishni loyihalashtirganman, lekin sotuv ofisimda maket kerak deyapti. Bu narsa Surxondaryoda yo'q deyapti. Kim aytib, Pulepan aka, biz hech qachon orqada qolib ketganimiz yo'q. Mayli, qanaqadir viloyatlardan ozgincha orqadamiz, lekin qaysidir tarafdan biz bir qadam oldindamiz deganman. Surxondaryo padarka emas, to'g'risida. Keyin men sizni taklif qildim. O'sha quruvchiga aytdimki, mana shu arxitektor, dizayner bor, murojaat qilsangiz, ular 3D pechatlarigacha bor. Xona, mana shu qurayotgan zdaniyangizning maketigacha bular hamma narsani to'g'rilab beradi deb. Menimcha aloqaga chiqqan bo'lsa kerak, sababi sotuv ofisida maket bo'lmasa, bu sotuvlar, ya'ni marketingni rivojlantirishga qanaqadir bir to'sqinlik ko'rsatadi deb o'ylayman. Savolimga to'g'ri javob ola oldim. Hozir gapingizni bo'ldim. Uzr, sababi bu obunachilarimizdan beriladigan juda ajoyib savol, chunki vaqtimiz chegaralangan. O'sha uchun kerakli savollar berib olishim kerak sizga. Sababi mana ko'pchilik qiziqqan narsa interyer, eksteryer degan so'zlarni oxirgi paytda Instagramda ko'p eshityapmiz. ChatGPTdan so'raymiz, to'g'ri beradi, lekin interyer, eksteryer haqida bir so'rang, o'zi bu nima deb savol bergan ekan. Xo'p. Interyer, birinchi interyer haqida gapiray. Birinchi interyer haqida gapirsam, bu sodda tilda aytganda ichki dizayn. Ichki dizayn. Istalgan turdagi binoni yoki qanaqadir inshootni qurilishda ichki dizayni, ya'ni bu dizaynerlar tomonidan o'sha mijoz bilan hamkorlikda qilingan ijod mahsuli. Nima uchun ijod deb savol bersangiz, men aytamanki, misol har bir inson uyni misol qilib olsak, uy qurganda yoki o'zi uchun ofis qurganda yoki qanaqadir qurilish qilganda maksimal darajada o'zini komfort his qilishni xohlaydi. Ichki binoning ichida. Xo'p, bizning vazifamiz esa o'sha insonni, ya'ni o'sha mijozni xohishlaridan, istaklaridan kelib chiqib o'sha ijod namunasini yaratish. Ya'ni mana hozir studiyada o'tiribmiz. Studiyamizda mana ko'rib turishingiz mumkin, devorlarda har xil dekoratsiyalar qilingan. Bu sizlarning ishlaringiz hisoblanadi. Ya'ni interyer, to'g'rimi bu narsa? Xuddi shunday.
Mana interyer bu ichki dizayn ekan. Mana studiyamizni ichini dizayn sal chiroyli qilib qo'ygan. Mana shu dizaynni ham hozir bir gap kelganda aytib o'tib ketaman, uzr. Studiyamizni ichki dizaynni ham xuddi Murod arxivda ijod mahsuli hisoblanadi. Endi eksterierga o'tamiz. Eksteryer esa o'sha quriladigan obyekt, ya'ni quriladigan binoni tashqi go'zalligi, ya'ni o'sha binoni tashqi dizayni, eksteryer. Fasadi ekan. Xuddi shunday. Ya'ni unga landshaft ham kirib ketadi-da, masalan, to'g'rimi? Zilonli zonalar, yashil zonalar, daraxtlar, har xil mana qimmat dollar pul o'sadigan gullar deydi-ku o'sha. Albatta kiradi. Krasavchik, menimcha interyer va eksteryer haqida yetarli ma'lumot olib oldik deb o'ylayman, do'stlar. Bu men o'zim savolim, keyingi navbatdagi savolimiz bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolim juda ham ajoyib, yurakka tegadigan. Tayyorlanib turasiz. Xo'p. Qo'lim qichiyapti-da nima? Ana shunday. Qo'l qichiladigan savol. Xo'p, Bomurod dizaynerlarda pul ko'p deyshadi. Bitta proyektdan 10-15 ming dollargacha foyda olishadi debdi. Ya'ni 10-15 ming dollargacha bor yo'g'i bitta ishdan olish bu to'g'rimi yo noto'g'rimi? 10-15 ming dollargacha proyektga pul olasizlarmi? Shunaqa proyektlar ham bo'lganmi 10-15 ming dollargacha? Ko'chada limuzin siznikimi? Endi bu meni qiziqqan savol. Pul temasida hamma qiziqadi. Masalan, men ham bir qiziqib ko'rsam maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bu savolingizga o'zi javob berish sal qiyin. Lekin sal kengroq javob beraman. Xo'p, 10-15 ming dollar. Bu pul misol bizni og'zimizdan chiqib ketishi oson bo'lishi mumkin, lekin bu pulni topish o'zi bo'lmaydi. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? 10-15 ming dollardan ko'proqqa ham loyiha qilinadi. Faqatgina o'sha loyihani ob'yomiga qaraydi, ya'ni kattaligiga yoki kichikligiga qaraydi. Bizda ham bo'lgan bunaqa loyihalar. Bizda ham bo'lgan bunaqa. Yo, siz olib qochyapsiz. Menga to'g'risini ayting. Bitta proyektda 15 ming dollar pul olasizmi, yo'qmi? Yo bu yolg'onmi? Hozir aytganimday, o'sha loyihani katta kichikligiga qaraydi. Endi bir savol beraman. 50 kvadratlik kvartira bor, 150 kvadratlik do'kon bor. Qaysi birini qilish arzonroqqa tushadi? Xo'p, loyiha, ya'ni loyihani faqatgina dizayn proyektini qilib turib topshirish bor, keyin patkulch olish bor-da. Bizda misol uchun shu xizmatlar hammasi bor. Patkulch degani bu siz dizaynerlik sohasida masalan noldan o'sha interyer va eksteryerini grafikasini ishlab chiqasiz. Kartinka qayerda turish kerak, sanuzul qayerda bo'lish kerak, spalni qayerda bo'lish kerak, mana bu divan qayerda turish kerak. Bu loyihani tuzasiz. Ustalaringiz o'zlari remont qilib beradi shu narsani. Xuddi shunday, ha. Ya'ni siz loyihani noldan o'zingiz olib patkulch qilib berar ekansiz. Xuddi shunday, ha. Endi bitta savol beraman. Men Toshkentda ishlayapman. Men vaqtim yo'q. Surxondaryoda bir uy qo'yapman. Bozorga borgani, bozordan bir nima sotib olgan, meni vaqtim yo'q. Sizga telefon qildim. Bomurod, assalomu alaykum. Mana shunaqa meni 70 kvadratlik kvartiram bor. Remont qilish kerak. Faqat bu yerda bir og'aynim ham yo'q, bir do'stim ham yo'q. Agar men sizga pul bersam, to'lasam, Toshkentdan turib, siz o'zingiz usta ishlatib, o'zingiz ularga obed berib, undan tashqari do'kondan, bozordan nima kerak bo'ladigan bo'lsa, endi qurilish mahsulotlarini hammasini sotib olib, noldan qilib bera olasizmi? Albatta. Ya'ni bunda zakazchi umuman ishlasaga aralashmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Pulni berdi, eshikni ochib assalomu alaykum deb kirib kelguncha joy bo'ladi. Xuddi shunday. Eng birinchi o'rinda hali aytganimdek loyiha tayyorlanadi, ichida smetasi, hisob-kitoblari qilinadi. Undan keyin shu smeta, shu loyiha bo'yicha shu zakazchi bilan shartnoma tuzib olingandan keyin biz o'zimiz ustalar jamoamiz agar xohlasa, misol hozir aytganingizdek patkulch topshirmanga desa, topshiradi. Bizni o'zimiz ustalarimiz shu loyihadan chiqib ketmagan holda, lishni rasxod qilmagan holda, keyin snabjeniyasi ham ichida, ya'ni o'sha mahsulot yetkazib berish ham o'zining ichida. To'g'risini aytsam, endi qo'pol bo'lsam zda usta boqish. Ustalar sizlar ko'ngillariga tegish niyatim yo'q. Endi to'g'risida bir joyda usta ishlayotgan bo'lsa, telefon qilib obed qil, ujin qil, joyga keladi, kech qolib ketadi-da. Masalan, men sizga topshirsam, na obedi bilan ishim bor ekan, na ujini bilan ishim bor ekan-da. Xuddi shunday, hammasini o'zimizning kompaniya bo'yniga oladi. Keyin narximda patolog bo'lib ketmaydimi? Yo'q. Masalan, Toshkent narxida urmaymiz. Surxondaryoning o'zi narxi bor-ku deb qaraydigan bo'lsa. Xuddi shunday. Surxondaryoning o'zini ichki bozorining narxida bo'ladi. Do'stim, mana topildi-ku. Qiynalib yurdik, ustama usta. Bu yerga pul topish kerak, qurilishga, kim borib mana materialni qanday tanlar ekan, svet qanday. Mana inson topildi. Olib kelamiz, soqasini sanaymiz, kelishamiz, dogovorni qilamiz degan inson tayyor denovda ham.
qachongacha ana pulni olib Toshkentga qarab yugurib ketaveramizda, qani dizayn menga shu taraf qiziq. Bir akamiz yaqinda dizaynerlik fanosidan foydalandi, agentsiyasidan. Ya'ni dizayner Toshkentdan keldi. Xullas ular mashinada kelmar ekan, ular samolyotda kelar ekan. Samolyotda keldi, kel samolyot rasxodlari dizaynerga to'landi birinchidan. Ikkinchidan u ketdi. Hali ustalar bir joy noto'g'ri qilib qo'ydi. Yana telefon qilyapti, Telegramdan ko'rsatyapti, tushunmayapti. Yana tuda obratno gastinisalar bilan samolyotga pulini to'layapti-da. Biz nima qilamiz? Chekka zakaz qilib. O'zimiz Surxondaryoda kerakli komanda borligida, masalan, men xursandman. Ertaga men yangi barber shopimni ochmoqchiman. Inshaalloh 2026-yilda niyatim bor. Denoda qaysi tarafda deyman, uni bor. Bunda bir Deno shahridagi barberlar bilan birgalikda совместно komanda bo'lamiz, ochamiz. Xudo xolasa o'shani interyer va eksteryer ishlarini sizga topshirish niyatim bor. Xudo xolasa aka. Men xursand bo'ldim. Как будто o'zim ochgandek xursand bo'lyapman. Xo'p, Bomrod savollar hammasi juda ajoyib bo'ldi. Endi keyingi loyihamizda, keyingi savolimizga o'tamiz. Uje adashishni boshladim. Xo'p, nima uchun denolik quruvchilar Toshkentdan loyiha qidiradi? Ya'ni loyihachilarni qidiradi. Hozirgi bo'ynagi savol. Hozirgi savol. Nima uchun qidiradi? Masalan, siz o'zingiz dizayner savoliga javobingizni kutamiz. Sababini qisqa qilib aytaman. Da, zo'r bo'ladi. Sababi bizni jamoani bilmaydi. Tanishmaydi. Tanimaydilar. Borligimizni bilmaydi. Target qildingizmi Instagramda? Yo'q desa ham bo'ladi. Yo'q bo'lsa ham bo'ladi. Hozircha Instagramda ishlayapsiz, men ko'ryapman shaxsiy brendlaringizni. Millionga yaqin bo'lgan prosmotorlar ham bor ekan. Tashrif soni endi osha boshlayapti. Xuddi aytganimizda sizni hech kim tanishmaydi. Neujeli tanimaysizlar? Shuni taniqli insonlar O'zbekiston Surxondaryoda yashayapti-da. Biz faqat Surxondaryodan bo'lmaydi degan gaplar gapiramiz. Sizni tanitamiz inshaalloh. Allohga oson deydi-ku. Xo'p, yaqindagina siz bilan bir gaplashgan proyektimiz bor edi. Ya'ni siz menga yangilik haqida gapirib bermoqchi edingiz. Murat arxiv jamoasi O'rta Osiyoda qilinmagan, hali O'rta Osiyo Toshkentda gapirmayapman. O'rta Osiyoda qilinmagan proyektni Surxondaryoda rejalashtirmoqchi ekan. Nima plan, nima reja o'zi? Eng avval aka shu joyini to'g'rilab ketaman, Murat Archviz. Arxiv desa yana keyin adashishadi. Boshida gaplashganimizda. Thank you very much. Beautiful Express Murat. Murat Archviz. Xo'p. Biz bitta loyiha ustida ishlayapmiz. Hali aytganimdek 3 ta jamoa ishlaydi qo'limda. Ikkinchi jamoa, birinchi jamoamga yordam. Ya'ni qanaqa yordam? Ikkalasi bir-biri bilan kelishgan holatda mijozlarni, misol uchun og'riqli nuqtalari, ya'ni biz vizual ko'rinishlar yasaymiz, boshqa arxitektor dizaynerlar ham misol uchun 3D da ishlaydi yoki o'zini dasturlari bor, ma'lum bir o'shalarda ishlaydi. Vizual ko'rinishlarni yasab klientga, mijozga ya'ni ko'rsatadi. Ko'rsatgan vaqtda baribir qanaqadir tushunmovchiliklar paydo bo'ladi-da. Ya'ni hammani fikrlash doirasi bir xil emas-ku. Shunaqa. O'sha nuqtani oldini olish uchun biz loyihalarda bundan keyin dronlardan foydalanishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Dronlarda. Dronlar ishlatishga ruxsatnomangiz bormi? Dronlar endi xudo xolasa ruxsatnomani ham olamiz. Albatta, avvalin keyin shtraf bosib tashlamasmi? Bu yaxshilik yo'lida. Albatta. Yaxshilik yo'lida eng avvalo. Dronlar orqali loyihani vizual ko'rinishini mijoz oldindan qurilgandek ko'radi. Dronlar orqali. Mana hozir biz tushunmayman, qanday u bo'ladi? Qanday bir menga bir tasavvurim kirgizib bering, tasavvur qilish narsani. Qarang. Masalan, dron bor. Bizni o'zimizda ish kompyuterimizda, ya'ni o'sha ishlab o'tirgan kompyuterimizda bino deylik, binoni 3D si turibdi. Loyihasi. Xuddi shunday loyihasi turibdi. Dasturchi bolalar shunaqa dastur yozyaptiki, dronni miyasiga o'rnatishga, mikrosxemasiga o'rnatishga 3D bilan dronni miyasini bir-biriga kalibratsiya qiladigan, ulaydigan. O'sha dastur yozib bo'lingandan keyin biz 3D da ko'taradigan mahsulotimizni, ya'ni o'sha binomizni dron gologramma orqali mijozga ko'rsatib beradi. Seriozmi? Gologramma? Gologramma. 20-asr. Yetib keldik, seriyoz. Gologrammada dron, например, mana shu aytganingiz dronni miyasiga o'sha proyekt joylashtirildi, dron chiqdi. Mana siz klientdan turibsiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Klientdan turibsiz, dronda tirs etadidan o'sha aytayotgan 6 soatlik uyi zip etib tushadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ko'zini oldiga hali qurilmagan uyni bemalol ko'rish mumkin. Shunday.
Do'stlar, men shokdaman prosta. Bunaqa narsani eshitib, ya'ni siz uy qurmoqchisiz. Murat Archiviz jamoasiga bemalol murojaat qilasiz. Yaqin kunlarda ekan, hali qurilmagan uyingizda dron orqali gologrammada kechqurun bo'ladi, 3 kun bo'lmasa kerak. Kechqurun borib o'sha proyektni borib bemalol eshigi qayerda, derazasi qayerda, fasadi qanday ko'rinadi, fantastika. Hali misol ozroq bor u narsaga. Chunki hali aytganimdek dasturlar oxirigacha tayyor bo'lgani yo'q. Keyin o'sha bizga kerakli bo'lgan dron, aynan o'shanaqa dron Xitoyda o'zimizda bunday nima deydi, o'rtoqlarimiz bor. O'shalarga ham aytganmiz, shu dron ishlab chiqaradigan zavodlar bilan gaplash, shunaqa narsani iloji bormi deb. Ular iloji bor degan xitoyliklar. Yaxshi. Xitoyliklar iloji bor degan. Xitoyliklarga o'z hamma narsa iloji bo'lyapti. Istagan turdagi dronni yasab beramiz degan. Bizda dasturimiz tayyor bo'lsa, undan keyin bu narsani targ'ib qilsak bo'ladi. Значит, yaqin kunlarda hali O'rta Osiyoda qilinmagan proyekt qilmoqchisiz. Xuddi shunday. Ajoyib. Mana surxondaryolik bolalar qilayotgan ish. Xo'p, Abu Murod, suhbatimiz kam bo'lishining sababi bor. Yaqin kunlarda yana ham podkastimizni soatini ko'paytirish niyatimiz bor. Siz birinchi marta emas, bir necha marotaba bizning mehmonimiz bo'lasiz. Bugun faqat sizni shu xalqqa mana shunaqa Surxondaryoda inson bor, mana shunaqa ishlar qilyapti degan maqsadda chaqirtirganim studiyamda. Do'stlar, Instagram kanalimizda silkasida Murat Archiviz jamoasini silkasini qoldirib ketamiz. Undan tashqari kimda kim YouTube kanalimizga podpiska bo'lmagan bo'lsa, albatta podpiska bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Sababi yaqin kunlarda Voha podkast juda ham ajoyib insonlar bilan tanishib, ularning hayoti haqida barcha ma'lumotlarni berib borishga harakat qiladi. Murod, sizni studiyada ko'rganimdan xursandman. Studiyamiz haqida o'zaro fikrlaringizni bilmoqchiman. Chaqirganingiz uchun rahmat, Jasur aka. Studiya haqida barcha fikrlarimiz yaxshi, ajoyib. Shu narsani tashkil qilganingizni o'zi katta narsa. Sababi mana bizni misol uchun marketing jihatdan, bizni tanish jihatdan yordamingiz tegyapti. Bu podkast studiyani ham katta yordami tegyapti. Qanchadan qancha misol uchun tadbirkorlarga yordami tegyapti. Albatta. Studiya ajoyib. Endi o'zim dizayn qilib berganman, ajoyib bo'ladi. Xullas kalom, keyingi proyektlarda siz bilan aniq Surxondaryoda qilingan ishlar haqida ozgina gaplashib ketamiz. Sizni ko'rganimizda xursandmiz do'stlar. Barchalaringga keyingi sonli efirimizda olib borilayotgan videolarda befarq qoldirmasliklaringizni so'rab qolamiz. Yana bir bor studiyamizga kelganingizda xursandmiz. Sizga rahmat. Sog' bo'lasiz. Operatorlarga rahmat.